Salom azizlar, mening ismim Hikmatullo, men 20 yoshdaman. Istanbulga 1 oy oldin keldim va bu yerda A1 bosqichida o'qiyapman. Hozirda A1 bosqichini tugatib, A2 bosqichiga o'tyapmiz. Mening Turkiyaga kelishimdan maqsad bu yerda farmatsevtika universitetida o'qimoqchiman. Bu yer juda ham qulay. Boshqa davlatlardan Istanbulga o'qish uchun har xil davlatlardan o'quvchilar kelishyapti. Biz bu yerda birinchi bo'lib Tomer sertifikatini olganimizdan so'ng institutga topshirishimiz kerak. Sizlarga ham maslahat beraman. Bu yerda juda ham qulay imkoniyatlar bor. Siz bu qulay imkoniyatlardan foydalanishingiz kerak. Institutlarga topshirishdan maqsad hamma insonlarni o'zini qiziqishlari bo'ladi. O'sha qiziqishlari bo'yicha ketish bu yerda juda ham oson va tanlagan yo'nalishlaringiz bo'yicha Turqa Group'da juda ham yaxshi bir imkoniyat bor. Sizning oldingizdagi maqsadlaringizni juda ham yaqin qilib ko'rsatadi. Ya'ni xohlagan universitetingizga hujjat topshirishda Turqa Group doim birinchi.